410 415 ga aloqa qiling. 410-chi. Menga biriktirilgan hududda vaziyatning. Barcha shaxsiy tarkib o'ziga biriktirilgan hududda xizmatni hushyorlik bilan olib boradi. Navbatchilikda ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermadi. Tartib bo'yicha xizmatni olib boramiz. Qolmayli. Salom, yaxshimisizlar? Salom. Mana bugungi navbatchilik ham o'tdi. Ha, nimasini aytasan? Rahmat, navbatchilik yaxshi o'tsin. Salomat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechagi futboldan ham quruq qoldik. O'yinni aytaman-da, ko'ra olmadim. Tungi navbatchilikda doim shunaqa bo'ladi. Shuning uchun menga kunduzgi navbatchilik bo'lsa yaxshi-da. Kechqurun xotin bola chaqani aylantirgan olib chiqasan. Bo'lmasam har kuni har xasha. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Menga esa farqi yo'q, chunki hali uylanmaganman. Alabay? Hali uylangin, ko'ramiz. Ey Botir, kim bilandir gaplasharding-ku? To'y qachon? Yo yurasanmi? Shunaqa uylanmasdan. Hozir shunaqa deyishingni bildim. To'y qachon deysan, uylangan bitta senmi? Doim nolaysan. Menga qara. Ana u Sharif emasmi? Kimni aytyapsan? Assalomu alaykum, shef, yaxshimisiz? Mana ular bizga qarayaptimi? Shunaqa shekilli. Tanimadingmi? Yo'q-e. Qidiruvdagi jinoyatchi. Nima? Sharipov? Ha, bo'ldi. Esladim. Ha, biz kuzatyapti. Ketdik. Bo'limga olib boramiz. Xitlar bizga qarab kelyapti. Chalg'itib bor. Men ketdim. Xo'p, Bo'pti. xo'p. Assalomu alaykum. Katta serjant Rasulov. Kechirasiz. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi? Hujjat uyda qolib ketibdi-da, komandir. Mayli, unda men bilan ichki ishlar bo'limiga boraylik. Hammasi joyida bo'lsa ketaverasiz. Komandir, endi o'zimiz uyimizda ham bemalol yura olmaymizmi? Biror bir muammo bormi? Juda borsa 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Zarur uchrashuvim bor. Shoshib turibman, komandir. Qani ketish Shu shartmi endi? Hammasi joyida bo'lsa ketaverasiz. To'xta! To'xta, Sharipov! biriktirilgan hududda xizmat olib boradi. Tushunarlimi?
Diqqat, men lochin. Barcha xizmat olib borayotgan shaxsiy tarkib diqqatiga. Kimning qoni ikkinchi guruhga mansub bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitaliga yetib borish so'raladi. Qaytaraman. Kimning qoni ikkinchi guruhga mansub bo'lsa, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitaliga yetib borish so'raladi. Meni qonim ikkinchi guruh. Aytilgan joyga yetib boraman. Meni xonim ikkinchi guruh. Bo'ldi, tushundim. Yetib boraman. Ana o'zi kelyapti. Men hozir. Assalomu alaykum Botir Rasulovich. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, rahmat. Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Xalq o'z qahramonlarini tanish kerak. Qani yuring. Marhamat. Aha. Siz olgan og'ir tan jarohatingizdan keyin ichki ishlarda xizmat olib borishingiz qiyin bo'lsa kerak. Keyingi rejalaringiz haqida nimalarni ayta olasiz? Men eng avvalo og'ir damda menga yordam bergan hamkasblarim, qolaversa mehri daryo insonlarning barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelgusi rejalari keladigan bo'lsak, men ichki ishlar xizmatiga vatanimni himoya qilish uchun kirganman. Demak, o'z ishimni davom ettiraman. Botir Rasulovich, yaralangan holda jinoyatchini ortidan qo'yayotganingizda yana nimalarni qildingiz? Menga bo'lgan e'tiboringizdan minnatdorman. Men sizlardan uzr so'rayman. Meni kutib olishdi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Rahmat. Salom. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bugun chiqaman deganingizga kelaverdim. Yaxshi qilibsiz. Qani ketdik. Birinchi kun sizning ahvolingizni ko'rib, juda qo'rqib ketdim. Nega qo'rqasiz? Biz jinoyatchilarni doim shunday tutamiz. Nega unda bunday bo'ldi? Pichog'i borligini sezmay qolibman.
vatan oldidagi burchini ado etish chog'ida yurtimiz ozodligi, xalqimizning bugungi tinch va osoyishta hayotini ta'minlash yo'lida halok bo'lgan mard va jasur o'g'lonlarimizning aziz xotirasiga ehtirom ko'rsatish biz uchun ham farz, ham qarzdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Tinchlik uchun oromida har dam kechgay, yurt uchundir har tashlagan odimlari. El tinch bo'lsa ko'ngli ko'kdan baland uchgay, matonatli ichki ishlar xodimlari. Vatan yashnar doim sergak, tursa asboq bu kun olam tinchin buzar. Qancha gumroh mard yurtboshi istaganday hushyor ogoh, sadoqatli ichki ishlar xodimlari. Matonatli, shijoatli odimlari, sadoqatli ichki ishlar xodimlari. Sadoqatli, salomatli odimlari, diyonatli ichki ishlar xodimlari. Yigitlari kubrolarning bardoshidir, ayollari to'marisning izdoshidir. Vatanimiz osmonin oy quyoshidir, salobatli ichki ishlar xodimlari. Madhi uchun yozilsa kam 100 ming doston, bog'bonsiz hech bog' emas bu, bog'u bo'ston. Ular borki tinch osuda O'zbekiston, sadoqatli ichki ishlar xodimlari. Matonatli, shijoatli odimlari, sadoqatli ichki ishlar xodimlari. Sadoqatli, salomatli odimlari, diyonatli ichki ishlar xodimlari.